Assalomu alaykum, bizni ko'rib borayotgan do'stlar. Bu galgi obyektimiz hop 3 xona uyni oldi. Bu tomoniga 4 xona desa ham bo'ladi, lekin 3 xona uyni oldiga to'g'ri tushgan bu. 2 dona derazaligi bor. Bu tomonida 2 dona derazaligi bor, bitta eshiklik. Bu yerdan ichkari tomon perkorotka bo'linishini hisobini olingan. Oynalar 2 qavatli, mokriga oq oddiy oyna qo'yilgan, 2 qavatli oyna. Profillar Akfan o'zini antres profillari. Hop, bu tomonda bitta eshigimiz, 2 ta derazaligimiz bor. Bu tomonda ham derazaliklar bitta ochiladi bu yerdan, keyin bitta porchka bor. Ikkalasining o'rtasida bitta porchka bor, tepadan ochiladi. Hop, patagonligi bor buni. Keyin mana bu yerda bitta eshigimiz bor. Bu 3 ta ko'zli, 2 ta ochiladi, bitta bokovoyi bor buni. Ichkaridagi holatidan ham tanishtirib o'tamiz. Buni narxi 18 million 700 ming so'mga mana shunday holati bo'ldi. 2 qavatli oyna, oynasi oq oyna, eshiklar qanot gulli. Qulflanib ochilishlari yaxshi. Ichkarida patagonligi bor buni. Mana bu yerda bu yerlarni endi kelajakda mana bu yerdan perkorotka qilib tortilsa, stullarni o'rab bekitib tashlanadi. Bular Akfan o'zini antres patagonligidan, trapeziya patagonlik. Ochilishlari ispannitel bilan ochiladi. Mana shunday ochiladi. Tepasi ham shunday ochiladi. Sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan romligimiz mana shu. Bunda 3 ta eshiklik, 4 ta derazalik korpus bor. Derazalarimizda bo'yi 1.80 ga olingan. 1.80 shunaqa 87 ga olingan. Eshiklarimiz 2.90 dan bo'yi. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.